Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizani YouTube'dagi birinchi videoyimiz. Bu video vlog tarzida bo'ladi. O'rtoqlar, bugun sizlarga o'quv yilining birinchi kunidan, ya'ni Chirchiq davlat pedagogika universitetidagi birinchi o'quv kunidan sizlarga kichkinagina vlog qilamiz. Ketdik. Xullas, bu bizani san'atshunoslik fakulteti, ya'ni biz o'qiydigan fakultetda tasviriy san'at yo'nalishini koridorida. Hozir biz bilasizlar nima qilamiz? Xullas, birinchi kursga qabul qilingan-ku, shular bilan tanishtiruv jarayoniga ketyapti. Aynan o'sha xonaga qarab ketyapmiz. Bo'yoq, har xil badiiy bo'yoqlar, mo'yqalamlar, qog'oz, har xil shunaqa nimalar bilan universitetlar, institutlar bilan bizning aloqamiz bor. Ular bilan nima qilib turamiz, hamkorlik qilib turamiz. Ulardagi ma'lumotlarni bilamiz. Lekin yana ham bir qiziqib ko'ringlar. Bizdagiday mana bu Chirchiq davlat pedagogika universitetini yuzini yorug' qilasizlar degan umiddaman. Rahmat. Bugun eng esda qolarli kuninglardan bittasi, chunki universitetga birinchi qadaminglarni qo'ygan kuninglar. Bu universitetda hali sizlarni ko'p yutuqlar, ko'p muvaffaqiyatlar kutib turibdi. Xudo xolasa, xuddi shu muvaffaqiyatlarga sizlar bilan birgalikda erishamiz. O'zi bo'tga kelib katta xato qildimmi deyman Sadriy. Pulga uchdik-da. Pulga uchdik. San'atshunoslik fakultetidagi eng katta vazni bo'lgan, ya'ni massasi bo'lgan insonni ko'rsataman. Bu insonni san'atshunoslikda ancha katta o'rni bor. Nimaga unaqa deyotganimni hozir ko'rasiz. Do'stim. Assalomu va alaykum assalom. Biza bu insonni sizlar ko'rib zamdekanmi, dekanmi deb o'ylashingiz mumkin. Bu inson bizani kursdoshimiz. Yo'q, unaqa deb o'ylashmaydi. Nega deyman? Nega? Endi zamdekanlar bunaqa kiymaydi-da. Assalomu. Mana yangi o'quv yili haqida ikki og'iz. Hammaga omad yangi o'quv yili. Shu bo'yicha. Ha, boshqa. Charchamaydi. Sevmagan, sevilgan. Bittashili. Otmagan tong bog'lar olsan. Xo'sh, bizda bugun hozir mana kesamiz aslida. Xullas, biz birinchi kurslarni oldidan chiqdik, ko'rdik, bolalarga tushuntirdik, qanaqa cho'kchinu, hamma narsani tushuntirib berdik-da. Endi o'zimiz g'alati bo'lib turibmiz. Nimaga g'alati bo'lib turibmiz, bilasanmi? No. Nega? Chunki biz 3-kursmiz. Bu universitetda oxirgi yilimiz. Tushunsizlarmi? Lekin bugun kun davomida universitetda bo'ladigan har bir narsani sizlarga ko'rsatamiz deganmiz. Shuning uchun biz Chivo, blядь? Nima biz? Davom etamiz. Boya Vahob sizlarga mana bu yil biz ham 3-kursimiz, o'shanga sal nasrinamiz yo'q deyotgandim, mana misol qilib keltiraveraman. Bitta kitobni topdinglar-da, rosa qidirdinglar, topdinglar va uni qanaqa nima deydi, qiziqish bilan o'qisizlar-da. Ani oxirgi varog'i kelsanglar qanaqa bo'ladi, hissiyot bo'ladi. Hozir shunaqa bo'lib turibdi-da bizada. To'g'rimi? Wow degan meni qo'yib yuborish kerak o'zingga. Oh my god! Wow! Mana hazil borku boyaga. Qarang. Men kichkinaligimdan beri orzu qilardim shu Chirchiq davlat pedagogika universitetiga o'qishga kirishni. Buncha dishovka orzu bo'ldi bu. Stop. Sparkchilar, shu yerdamisizlar? Bitta salonga baho beringlar. Qon salon. O'tir narada. Xullas, biz hozir TTZga ketyapmiz. TTJga, talabalar turar joyiga. Traktor zavodiga emas. TTZ nima bo'larishni talabalar turar. Voy, deya. Xullas, bu xatga keldik, Ha? Xatga keldik. TTJga davlat pedagogika universitetining TTJsiga keldik. mikrofon mana yerda, yana noto'g'ri tushunmanglar shu mikrofon. Hayron bo'lma. Hozir yuraylik. Xitoyga keldik desa ham bo'ladi. avvalambor hammani bayramlar bilan. Mana ota-onalar kelgan, bir chiroyli qilib turib bular kutib olyapmiz. Mana bular hammasi shukuhda, mana universitetimizning faxri bilan bo'lgan. Mana har bir fakultetda juda ham chiroyli bir tadbirlar bo'ldi. Har bir ota-ona rozi. Hozirgina kim kelayotgan bo'lsa, hech kim kutib qo'ygani yo'q, hammasini talabalar turar joyga joylashtiryapmiz. Eng bitta qiziq savol. Mana universitetda o'zingiz bitirganingizga necha yil bo'ldi?
Universitet bitirganimga 20 yil bo'lib qoldi. Hozirgi vaqt bilan o'sha paytdagi universitetlarning ancha farqi bor, yotoqxona. Judayam oldin yotoqxona edi, hozir mehmonxona. Ana. Ustoz, sizga omad, sabr, charchamang, ishlaringizga omad. Biz davom etamiz. Hozir bilasizmi, ayni yonayotgan narsa nima? Talabalar? Talabalar yil davomida yonadi. Hozir yotoqxonaga kirish muammosi yonyapti. Hozir mana atrofga ko'rsatganda. Xullas, hamma o'sha yotoqxonaga joylashgan dokumentni to'g'irlayapti, kimdir mana bu qiynalyapti, vaziyatni tushuntiryapti, kimdir mana telefon o'ynayapti, mana kimdir vlog olyapti. Xullas, hammada har xil vaziyat. Men nima turganimni ham o'zim bilmayman. Bu prosta turibdi lekin. Vazifasi ham yo'q. Tushunyapsizlar? Mana misol uchun Jamshid. Buni ham vazifa. Buni ham vazifasi yo'q. Prosta yonimda turaversa bo'ldi. Do'st bo'lsa shunaqa bo'lsin, любой vaziyatda yoningda tursin. Do'st bo'lsang yonimda turgin. Mana shunaqa do'st bo'ladi. Kerak emas paytda ham turaveradi ular. Xullas, biz ikkinchi lokatsiyaga ketyapmiz, qon salonda. Davom etamiz. Bizda shunaqa fakultet bor. Sher, bizda shunaqa fakultet bor. U fakultetni sizlarga ta'riflab berishim uchun gap, so'z ojizlik qiladi. Bezgaz fakulteti. Wow! Biza bu binoni nomini litsey, rektorat, undan tashqari nima deymiz? Turizm binosi deymiz. Lekin nimaga? Biz bu zdaniyada 1 soat ham dars o'tmaymiz o'zi asli. Aslida tegi shunaqa. Ha, lekin hozir nima uchun kelishimizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Lekin bitta narsani aytaman, 3 yil davomida mana 3-yilimizni boshlagan bo'lsak, 3 yil davomida eng ko'p vaqtimizni shu zdaniyada o'tkazganmiz. Ha. Xullas, mana bu zina legendarniy zina hisoblanadi biz uchun. Nimaga deysizlarmi? Bu yerda biz 3 marta kubok ko'targanmiz. Prosta shu narsani maqtanib aytib qo'ymasam bo'lmaydi. Bu yerda hozir birinchi kursda o'shani bir mustaqillik darsini o'tishyapti. Xullas, ajoyib. Bor kirsana. Kir chiqin. Jamshidga borib qo'ydim. Bu yoq nimaga bezgazlaymiz? Chunki hamma chiroyli qizlar mana shu yerda. Men shundan ham kelaylik dedim bu yoqqa. La ты крыса. Xullas, o'sha bezgaz deyishimiz sababini tushuntiribdi-ku. Mana bu yerda anaqa bo'lardi. Oshxona bor hali ham. Prosta-chi, bugun yopiqda, tushunyapsizlar? Bugun yopiq, lekin biz baribir suv ichmasak bo'lmaydi. Shuning uchun hozir tijorat ko'rsataman, o'sha yerdan olasizlar sizlar ham. Xullas, tugmacham uzilib ketdi. Hozir uni masalasini hal qilamiz-a? Xullas, biz anaqa yuborib ketamiz. Tikuvchiga boramiz, ketib. Kutaman. Xullas, kartochani to'g'irladim. Ha, o'sha mahkam bo'ldi. Wow. Mana bu sangi to'rga, bu men qabr ko'p yoqdim. Mana bundan. Mana birinchi kursga keldinglar. Aynan bizani fakultetga birinchi kursga kelganda bular bizani yo'nalishga ham. Shunda sizlar bizani davomchimiz bo'lasizlarmi shunda? Da, shunaqaroq. Davomchilarning ahvolini qaranglar. Xo'p, qanaqa taassurot? Taassurot cho'tka hozircha. Nimaga hozircha? Endi bundan buyoq sekin-sekin ko'ramiz. Aytib qo'ydingmi? Mana hozir aytaman sizlarga. Sizlar bugun ertaga indinga olimpiadaga qatnashasizlar. Kim uzoqqa yugurish bo'yicha. Darsdan qochish o'rgatyapsizmi bolalarga? Nima o'rgatyapsiz? Nima uchun? Paypog'i yo'q. Mancha bitta faqat Stop. Stop. Bardoviy. Ha, davay. Bardoviy. Davay. Bardoviy. Vaqof. Xullas. Yaxshi. Boshdan gapirma. Oy. Super, bratan. Sana operatorsan-da, to'g'rimi? Reklama degan joyda tutib tursang bo'lar ekan. 20 minut kutib turdik, o'yladik. Zakovat o'ynadi, bugungi g'olibimiz kim? Narigi tomon bo'ldi. Narigi tomonga o'tamiz. Nari ovqatlanar ekanmiz. Bolalar, ochinglar, mashina kelyapti, diri. Bolalar, ochinglar, mashina. Xullas, mana bolalar bilan Lyoxga ovqatlangan keldik, gol oldik. Gol oldik, sport nima? Sportchilar. Sportchilar uchun men gol oldik. Bechoralar mana shu 2 litrlik golani shu xuddi kelguncha o'z mazasini qochishdi, bu yoqishim. Bizada Fuji reklama olmagan, lekin biz yaxshisini tavsiya qilamiz. Sana operatorsan dedi odam. Sen ham operatorsanmi, to'g'rimi? Jonga deydi. Sen tez-tez yeb olsang, qolgan hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
obed qilib bo'ldik. Lekin men obed qilmadim. Bolalar obed qildi. Birinchi kundan xodokchani yeyishdi. Endi xodokni yeb yurishadi. Sizlarga bitta blogerni ko'rsataman. Bu blogerni taniysizlar. Bu bloger ham bor-ku, bizning universitetda o'qib ketgan. Hozir wow! Birinchi o'qish kuninglar muborak bo'lsin. Wow! Mana qarang. Nima deyman? Mana birinchi kuni muborak bo'lsin. Qalay endi birinchi kuni kayfiyatingiz, ustoz? Aytingda oldin Siz ayting. ha bo'ldi ketyapti. Anaqa tayinlanishi shart emas. Oldin men boshqa zdaniyada bo'lardim, endi boshqa zdaniyada. Oldin qalbimiz yaqin edi. Aytavering. Bugun San'atshunoslik fakultetida birinchi kurslarni qabul qilganmiz. Ota-onalar bilan suhbatlar o'tkazdik. Kayfiyatlar a'lo darajada. O'quv ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari sifatida faoliyatim boshladim bugundan. San'atshunoslik fakultetida. Talabalarimizga o'quv yo'nalishi bo'yicha bizda olib borayotgan o'sha universitetdagi yangiliklar to'g'risida ma'lumotlar beryapmiz. Ota-onalarimiz xursand, talabalar ko'zi yonib turibdi, xudo xohlasa hammasi o'qiyman deb kelgan. Sizlarga ham omad, san'atchilik fakultetining talabalariga. Sizga ham omad. Ko'zi yonib turibdi, ustoz. Ana. U kechqurun uxlamaganidan bo'ladi. Oldinga qarab harakat qilamiz. Biz siz bilan ko'p ishlar qildik shu kungacha universitetda. Endi mana fakultetda ham xudo xolisa ko'p narsalar qilamiz. Lekin siz bilan xudo xolisa ishlayotganimizda siz bilan bitta joydaligimdan xursandman. Menga bitta taxo, bitta Spark. La ты крыса. Ustoz, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat sizlarga. Juda. Mana biz sizni ko'rib xursand bo'ldik ertalabdan. To'g'risi. Boya hayron qoldim. Anaqa bo'larmikan, prorektorlar ham kelarmikan, yo'q qarasam, o'z yetib qoldingiz. Shundan sog' bo'lasiz. Xullas, bu YouTube'dagi birinchi vlogimiz. Nimadir kamchilik bo'lsa, ortiqcha gapirib o'rgan bo'lsak, montajda xatolik bo'lsa, bu hammasi Sarvar aybi. Ha, o'shani hisobiga. Biz emas. Sarvar deganda biz operator aytamiz. O'shaning uchun bizda xato qidirmanglar. Biz video olganda mazasini qochirib qo'yamiz. Agar bizni qudratimizga shubha qiladigan bo'lsangiz, bizni Instagram sahifamizdagi videolarga boqing. Unda ham shubha qilaverasiz. Ozgina vaqti bo'sh qolsa, to'nning Ozodani kuzatishga o'taman. Yoshligimdan sevaman men Ozodani, Sulularning sardori Xonzodani. Yoshligimdan sevaman men Ozodani. Jonim, seni sog'indim. А если это любовь? Ozodalarga jo'natib qo'yaylik. Yo, Ozoda bitta-yu, to'g'rimi? Ozoda men uchun bitta. А если это любовь? Чего печалишься ты? Namashkarli Fyusti yo'q. Fyustini o'zi bormi vaqtida? Xullas biz har doim suv oladigan joyimiz shu tochka. Shunda podoldan chiqamiz. Barusharga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga, mendayin tilbaroq oshiq bemor. Barusharga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga, mendayin tilbaroq oshiq bemor. Azob bu ish, yo'llar chalkash, sarson bu ish, ozor ko'p, davosi yo'q, sevmay yurmay yo'lingda ish. Xullas, mana birinchi kurslar xuddi kiyishda ko'rdinglar. Biz sizlarga 3-kurslar qanaqa ovqatlanishini ko'rsatib beramiz. Ketdim. Xullas, biz mana bu yo'ldan o'ta olmaymiz. Men yo'ldan o'tish sirini ko'rsatib beraman. Qaranglar. Xullas, mana shunaqa qilib o'tsanglar, mashinalar bir-biriga yo'l beradi. Undan tashqari biz ham qanni qanaqa qilib olamiz, nima deydi? Mashinamizni. Mana shuncha mashina yo'l bermayapti bizga. Xullas, ishimiz hal bo'ldi. Ish hal bo'ldimi? Ha, sal qolsa do'stim. Zato mana
Peshexoddan men o'tish ko'rsatib berdim. Bu yoqqa chiqib qoldi. Bo'lmasa hech kim yo'l bermoqchi emas. Chunki biza Sparkdamiz o'rtoqlar. Sparkga ham yo'l beringlar. Tumanchilar, cho'tamsizlar. Monzachilar, shu timsizlar. Qon saloni. Qon salon. Баю-баю, спи, дружок, повернись на правый бок. Ijodkor qo'yapti, ijodkor. Uxlaganda ham bir ana qayoqqa uxlab qo'yapti. Такой. Endi nima ish qildiki, uxlashga loyiq. Biz pichir-pichir qilib gapiramiz. Nima ish ko'p ish qildim. Ko'p ish qildik. Miyam tirik chonsam, bir ko'zim yumib ketaman. Bunaqa qilmanglar va mana hech qachon. Xudoga shukr, mana ikkita Kamaz to'xtadi, oxiri bor ko'chaga olib. Shu 40 ketyapmiz-da chirchiqdan beri borib. Olg'a. What? Aynan. To'rgilik. Ana bugun mana Yorqin akamni. Assalomu alaykum. Qo'ldamiz. Bizi Botir Achchiqoshga kelganmiz. Yorqin akam bizdan taklif qilgan. Bugun bu yerda nima bo'ladi? Qisqacha tushuntirib bering. Xo'p, bugun final. Birga bir bo'lyapti osh chempionati. Biz bu yerda tomoshabinmiz, faqat Ham tomoshabin, ham mehmon. oshni sayratib, ashula ayttirib olgan odamga aynan shu Sparkga berishar ekan. Assalomu alaykum, Botir aka. Yaxshimisiz, yaxshimisiz? Bugun Achchiqoshga biz kelishimizdan sabab bor. Bugun bizga boshqacha kun. Bugun final bo'ladi. Final boshqacha. Fikringiz qanaqa bugungi kun haqida? Finalchi to'g'risini aytsam fikrim xursandchilik zo'r bo'lyapti. Hammaga tavsiya etamiz, hamma taklif qilamiz. Xullas, boya sizlarni aldamman. Boshqacha ko'rsatib beramiz dedim. Lekin ko'rsatib beramiz. Mana oshni olinglar. Mana 3-kurslar qanaqa ovqatlanadi? Mana bunaqa ovqatlanadi. Birodar, xuddi nimadirlar. Unaqa ish qilmaydi mana. Erkaklarning ovqati bu osh bo'ladi. Choyxona osh bo'ladi, oddiy osh emas. Bir guruh talabalar osh yeyish natijasida shirin uyquga ketdi. Ijodkor uxlayapti. U uxlasa ham oddiy odamlarga o'xshab uxlamaydi. Xo'sh, keling-chi. Xullas, bugun biz jiyanlarga sim tanladik. Rosa variantlari ko'p ekan. Shunaqa variant ko'p. Biz tumanlarni ham eshitib chiqdik. Xudo xolisi kelajak sayyoralarga video olish niyat bor. O'zga sayyoraliklardan boshladik. Ular ham xafa bo'lib qolishdi. Mani chaqiring, mani chaqiring. Neptundagilar uchun. Neptundagilar 4 ta bo'lib kelinglar deb, yo'q mayli, 4 ta emas, tarelkada tushadi-yu, 40 ta bo'lib kelinglar deb 1 soat ichida shoshim, hammasini yeb bersanglar $500 beraman. Endi ularda valyuta qanaqa? Dollarmi ularda ham? Dollar. Bo'ldi, men $500 beraman, sizlarni yaxshi ko'raman. Neptundagilar kelinglar. Ular ham yaxshi ko'radilar sizlarni. Plutondagilar, ularga keyingi safar, keyingi vlogda olamiz. Chiquncha mazza qilib o'ynab. Okey, Miko suvdan. Mashina. Xo'p, hozir xullas video olamiz va menimcha hozir rosa trend bo'ldi, shu haqida ketyapti-da. Chiqqan o'sha Muzrobman degan Instagramda. Va o'sha chiqqan. Qanaqa edi? Mana kodi bor. Mana o'sha turib. Xullas, menimcha mana bunaqa o'yin o'ynasa bo'ladi. Qachon yoniq bo'lib qoldimi? Ha. Mana oldim. Men izlab qildim. Voy! Nice. Jinniylarmi hozir bo'lib ketganini? Bermang. Xullas o'rtoqlar, bugun ko'rdinglar, vlogimiz davomida qatlarga bordik, nimalar qildik, nimalar yedik va qanaqa o'tdi kunimiz hammasini sizlarga shu qisqacha vlogda ko'rsatishga harakat qildik. Bu video bizning YouTube'imizdagi birinchi video va birinchi YouTube'dagi qadam hisoblanadi. O'rtoqlar, xato kamchiliklar hammada bo'ladi. Bundagi xato kamchiliklarni to'g'ri qabul qilasizlar va bundan keyingi videolarda bundan ham sifatli, bundan yaxshiroq, bundan-da to'g'ri, bundan ham yaxshiroq, foydaliroq kontentlar qilish rejamizda bor. O'shani hisobiga ham bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, o'sha qo'ng'iroqchani bosib qo'ygan o'rtoqlar, xudo xolasa sizlarni yaxshi kanallar. Mana ko'rib chiqasizlarmi? Men YouTube'da yangiman deb baribir nima qilsam.
Sizlarni xudo xohlasa yaxshi kontentlar YouTube'da kutib bizadan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan Abdurahmon Yo'ldoshev bo'ldi. Charchamanglar. Ya'ni dagi